yettita bozordan qaytgan Matizimiz yana sotuvga chiqdi. Xullas, yili 2010-yil ekan. Yurgan masofasi 5,5 krugdan ziyod. Maslarda onlaynda bo'lganlar bu mashina olmagan bo'lar edim. Xullas, salon holatlari juda charchagan. Motorlari moyiydi. Mana bitta Mehroj degan jo'ram bor. O'shani ham Matizi bor. U Matiz ham 1 yil oldin olingani sotib hozircha sota olmayapti. Olganlaring bilan birdaniga metallomga chiqadi. Xo'sh. Ranglariga keladigan bo'lsak, bu rang xameleon rang ekan, juda qimmat rang qilingan ekan. Kunduz kuni rang o'zi seri, kunduz kuni yashil svetga bo'ladi. Qorong'i tushsa qoraga aylanadi. Xullas, rangi juda qimmat rangdan qilingan ekan. Obshivkalari juda charchagan, oqarib ketgan. Konditsionerlar bor, lekin ishlamaydi. Xullas, xadavolar charchagan. Xullas, metallomga olib topshirib yuborsalaring bo'ladi. Klient mashina egasi bilan gaplashadigan bo'lsak, akajon keling. Ismingiz nima edi aka? Abdulloh aka. Abdulloh. Akajon, oxirgi shunaqa narx ayting, sotilib ketsin. Oxirgi narxi. Aka, oxiri bo'layotgan bo'lsa 22, даже o'zimga ham mashina unaqa pulga turgan yo'q. Oxiri 22 million, ha? Ha, oxiri 22 million. Aha. Akajon, telefon nomeri ayting. 77 77 382 00 71. Akajon, sog' bo'ling. Rahmat kattakon. Sog' bo'ling.